Hammaga salom, sizlar bilan Muhammad Qodir. Bugungi videomizda akkaunt obzorini ko'ramiz. Qara bo'lmasam go. Mana akkauntimizda birinchi bo'lib Proselga 0 dan kuchaytirgan akkauntim. Akkauntimizda nima bor? 2 ta mifik. Men ko'rishingiz mumkin. Men kiyimlar. Mana hop, kaskalarga o'tsak. Mana 3-daraja 4 ta kaska bor. Hop, bosh kiyim. Hop, legendarka mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ham normalniy turadi. Mana Garzilda mana bor, Garzilda bor. Hop. Shu juda narsalar. Ochkilarga o'tsak. Hop, normalniy narsa yo'q. Ochkilar bitta mifik bor. Hop, maskada kiyimlardan legendarniy kiyim bilganlar biladi. Lekin setga mana shu to'g'ri keladi. Mana sizga cho'tki set, o'zimni setimni tavsiya qilaman. Sumkalardan ko'rishingiz mumkin sumkalarni. Shortikdan. Hop, hamma sezonni boshida mash shortik kiygan bilganlar biladimi? Mash shortik kiygan birinchi sezonda. Lekin hozir hamma uni bu oldingiligini bilmaydi. Bu oldingi shortik. Bilmaganlar bilib qo'ying. Hop, krossovkalarda ham hech narsa yo'q. Mana qurollarga o'tamiz. AKMga yo'q. M4. Hop, bunga 2 ta skin bor. Skarlga 2 ta bor. M416 bitta. Grozaga yo'q. AUGga bitta bor. QVZga bor. Hali ochilmagan bu. Hop, MK47 da bitta bor. Bunda 3 ta bor. Qolganda yo'q. Eng glавный kilchatli qurol bor 2 ta. Bitta karyak bitta hop, bitta mana bor. Moshinada manunga bor do'stlar. Va boshqa yo'q. Emotsiyalar. Hammasini ko'rsatib chiqaman. Birinchi emotsiya. Bilganlar biladi. Ikkinchi emotsiya. Va bu. Kimda mana shu bor? Kommentariy yozib qoldirsin. Buni Gga olinadi bilasizlar. Buni erpidan. Bu ham Gga olinadi. Hop. Yaxshiroq emotsiyalardan ko'rsataman. Hop, qaysi yaxshi? Mana bor, yaxshilar. Bu bor. Keyin bu ham bor, bu ham bor. Biladiganlar biladi. Bu yerda yo'q. Parashyutdan ancha bor. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yeri qiziq emas mana. Kolleksiyamizni ko'rishingiz mumkin. Akkaunt. Kolleksiyamiz 33 do'stlar. Va video tugadi. Hammaga xayr, sizlar bilan Muhammad Qodir bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha ciao.